Respublikamizda korrupsiyaga qarshi kurashishning huquqiy mexanizmi yaratilgan 2017-yil 3-yanvarida O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonuni qabul qilindi. Normativ huquqiy hujjatlarda korrupsiyaning oldini olish va bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlar belgilangan. O'zbekiston Hakamlik sudlari assotsiatsiyasi Farg'ona viloyati vakolatxonasi korrupsiya jamiyat taraqqiyotining kushandasidir loyihasini amalga oshirmoqda. Loyiha tashkilotchilari tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashda aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish, jamiyatda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish bo'yicha turli tadbirlar, uchrashuvlar tashkillanmoqda. Xalq deputatlari Farg'ona viloyat kengashi huzuridagi nodavlat notijorat tashkilotlarini va fuqarolik jamiyatini boshqa institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi jamiyatning ijtimoiy ma'naviy salohiyatini yanada yuksaltirishda jamoat tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash mavzusida ajratilgan grant asosida O'zbekiston Hakamlik sudlari assotsiatsiyasi Farg'ona viloyat vakolatxonasi korrupsiya jamiyat taraqqiyotining kushandasidir loyihasi bilan qatnashib, g'oliblikni qo'lga kiritdi. Korrupsiya holatlarini oldini olish va ularni bartaraf etishning eng muhim jihatlaridan biri bu davlat boshqaruvi tizimida inson omilini kamaytirishdir. O'zbekiston Hakamlik sudlari assotsiatsiyasi Farg'ona viloyati vakolatxonasi vakillari yuzma-yuz uchrashuvlarda korrupsiyaga qarshi kurashish xalqaro tajriba va huquqning tegishli normalarini mamlakat qonunchiligi va amaliyoti bilan birgalikda olib borilayotganligini alohida ta'kidlamoqdalar. Loyihani amalga oshirish jarayonida nodavlat notijorat tashkilotlari bilan birgalikda seminarlar tashkillandi. Seminarlardan asosiy ko'zlangan maqsadimiz shu korrupsiyaga qarshi tushuntirish ishlarini olib borib, fuqarolarning huquqiy savodxonligini oshirish oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biridir. Huquqiy ongi va huquqiy madaniyati yuksak bo'lgan, huquqiy ta'lim va tarbiya jihatdan yetuk insonlar salbiy illat bo'lmish korrupsiyaga yo'l qo'ymaydilar. Bu borda loqaydlik, beparvolik, poraxo'rlik, korrupsiya, soxtakorlik, mansab vakolatini suiiste'mol qilishga qarshi kurashish butun jamiyatning maqsadiga aylanishi kerak.